Xitoyning necha yildan beri jazo lageri va turmalarda solingan Uyg'urlarning ishki a'zolarini har xil vositalar bilan majburiy elib olish, maxsus tijorat liniyasi qurib chiqish jinoyati xalqaroda kun tartibda turayotgan bir paytda Xitoy taratqularının Urumchida organ taqdim qiluvchilarning 24 mingdan oshganlik haqida alohida xabar tarqatishi diqqat qo'zg'amoqda. Urumchi kashf gazetasining xabar qilishicha 26 mart Urumchi shaharlik Qizil Kirist jamiyati Urumchida atalmış hayotlik Madiya nomli 2024-yillik jasad ishki a'zo taqdim qilishni aslash, xotirlash faoliyati o'tkazgan. Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik siyosati ijro qilayotgan Xitoyning yillardan beri Uyg'urlarning ishki a'zolarini har xil vositalar bilan majburiy elib olib, maxsus tijorat liniyasi qurib chiqqanlik haqida ishonchli xabar va dokladlar e'lon qilinib kelmoqda. Xitoy Sharqi Turkistonda 2,5 million tijoratni anga olganligini xabar qildi. Vaholanki Uyg'ur korxonchilari turmada, Uyg'ur emgak kuchlari turmada. Xitoyning Xinjiang xabarlarida deyishicha, Xitoy atalmış Xinjiangda 2,476 ming shirkatni qonunliq anga olgan. Dokladda mazkur tijorat egalarining millat tavalligi tilga olinmagan. Uyg'ur kishilik huquq qurilish tarafidan 2021-yili e'lon qilingan dokladda Xitoyning Uyg'ur korxonchilarini tutqun qilgandan keyin ularning mol-mulkini torda sotganligi isbotlar bilan yoritilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy xabarlarida tilga olingan bu 2,476 ming korxona ichida 2,606,700 atalmış Xinjiang ishlab chiqarish va qurilish bintvanida ekan. Xitoy fuqarolari Janubiy va O'rta Amerikadan Amerikaga qochib berib panohlik tilaydigan yangi guruhga aylandi. Ular bu xatarlik safarni chegaradan o'tish deb ataydigan bo'lib, ba'zida kutilmagan hodisalar yuz beradi. E'linishicha, Amerikaga kelgan qonunsiz ko'chmanlar ichida yaqinqi 2 yilda Xitoy fuqarolarining soni ko'rinarli oshgan. Statistikaga qaraganda 2023-yili Amerika-Meksika chegarasida 37 mingdan ortiq Xitoy fuqarosi qo'lga olingan bo'lib, bu son 2021-yildagiga qaraganda 50 hassa ko'p ekan. Xitoy prezidenti Xi Jinping Indoneziyaning yangidan gullangan iqtisodiy gavdaga ega ikki davlat bo'lish sifati bilan taraqqiy qilayotgan davlatlar o'rtasidagi janub-janub hamkorligiga yetakchilik qilishga chaqirdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotiga qaraganda, Xi 14 fevral o'tkazilgan saylovda prezidentlikka saylangan va oktyabrda vazifaga o'ltirdigan Indoneziya davlat mudofaa ministri prezidentlikka saylangan va oktyabrda vazifaga o'ltirdigan Indoneziya davlat mudofaa ministri Prabowo Subiantoni saylovdan keyingi tunji chet el ziyoratida kutib olgan. Fransiya diplomatiya ministri Stefan Sejourne Xitoy ziyarati jarayonida Beijingdan Ukrainadagi urushni oxirlashtirish uchun Rossiyaga aniq uchur berishni talab qildi. Sejourne bugun Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishgandan keyin o'tkazilgan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'inida Yevropa bilan Xitoyning savdo va iqtisodiy munosabatini, shundaqla Rossiya-Ukraina urushi haqida to'xtaldi. G'azada yordam faoliyatlarini olib boradigan hukumatsiz tashkilot Dunyo markazi oshxonasi Isroilning havo hujumi natijasida 7 xodimining o'ldirilganligini e'lon qildi. Mazkur tashkilotning qo'rg'uvchisi va raisi Jose Andres xizmatchilarining Isroil armiyasining havo hujumida qazo qilganligini bayon qildi.